narxi zo'r bitta fayzli xonadonni sizlarga obzorini qilib beraman. Qaranglar, kirishdi bemalol bitta mashinasi qildi. Qaranglar, uy akkuratniy bo'lib turibdi. Mana bu yerdan podvalga tushib ketasizlar. Gabrazniy podval bo'libdi. Xo'p, mana bu yoqqa o'tamiz. Mana bu yerda katta bitta zal. Qaranglar, akkuratniy bo'lib turibdi. Remontlari yomon bo'lib ketmagan. Unaqa rasxot ham qilmaysizlar. Kirasizlar, mazza qilib yashaysizlar. Mana bu yerda yana bitta xona. Shofoyiz eski Hammom ko'cha, Shayxon Tohir tumanida joylashgan. Orientiri ko'kcha masjiddan desa bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta xonasi, qaranglar. Chotki, вообще срочный bosib oladigan joy. Mana bu yerda tispanli. Hop, hozirga oshxona sanuzilni ko'rsataman. Qaranglar, bu yerda oshxona, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda sanuzil vannay joylashgan. Mana bu vannay. Mana bu yerda sanuzil. Hozirga endi ko'chadan video ko'rsataman. Qaranglar ko'chalarini. Вообще chotki, mana shu xonadonimizni okamlar aytibdilar, qo'shnilar ham juda ahil ekan, fayzli mahalla. $125,000 shu xonadonni baholayapmiz. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.